Bugun sizlar bilan birgalashib bo'zakchamga o't yulamiz. Bilasizlar, har safar o'tni perchatkasiz yularidim. Bu safar kiymasam aslo iloji yo'q, chunki kecha tirnog'imni chiska qildirib, xina qo'ydirganman. Har safar qo'llarimga mehr berganimda chiroyli bo'lib qoladi-da, keyin aytaman, bo'ldi endi doim shunaqa qilib o'zimga qarab yuraman deyman. 10-15 kundan keyin qayta borish payti kelganda esimdan chiqib qoladi. Shu taraflarda o'tini yulishga doim cho'chib turaman, chunki bir-biridan qo'rqinchli shunaqa hasharotlar bor. Mayli, endi tezdagina yulib o'tib ketaman desam, yerlar ancha qatib qopti. Yarim soatda yulib qo'ysa bo'ladigan joyga salkam 1 soat sarfladim. Shunchalik ko'rmasdan ozgina payt yulsangiz bo'lmaydimi deyishinglar mumkin, lekin men buncha qilib atay o'stirdim. Bir yulganda ko'pgina bo'lsin deb o'tgan yili ham shunaqa qilib anchagina o't to'plab quritib qo'yganman va endi mana bo'zakchamiz mazza qilib yeyapti. Odamlar molini qonini to'ydirgani dalalarga olib chiqadi yo'l bosib, bizda bo'lsa uyimizda tayyor. Kecha charchab qolib, choy ichmasdan uxlaganidan uyg'onsam shunaqa qornim ochib ketibdi. Bugunga shu joygina yetadi, qolgani endi ertaga. Hali yulinish kerak bo'lgan joylar juda ham ko'p. Agar sizga bu rubrika yoqqan bo'lsa, like bosib o'tib ketish esdan chiqmasin.